voy sharmanda. Kichik. Dam qilmani xotiningni. Oyjon, dadajon, uxlamayapsizlarmi? Kelib traktoringizda o'zidan uxlab bilaman, abit bundan. Uyat, kelin, uyat. Erta o'ylanmayman o'li, erta o'ylanmayman o'li. He o'li. Kichik. Bir xonadonning go'zal kelinchagi, mahallaning baxtli oilasi bo'lishga haqqingiz bor, kelin. Haqqim bor, oyijon. Siz bir o'ylab ko'ring, siz onasiz, turmush o'rtog'ingizni vafoli yorisiz. Yoriman, oyijon. Ha, o'sha uchun xatyabi shanba yakshanba kunlar xurrak o'tmang, kelin. O'lning uxlolmay. Kelin. Kelin. Labay dadajon. Kecha tuxumni kartoshka olib keldi. Uni archkanizdagi yong'oqda deb qopdimi? Kelin, qarasam ko'pi po'choqqa chiqib ketyapti shuni. Siz yaxshisi keyingi safar ovqat qilasizki, po'choq bilan solavering. Qaynagandan keyin po'choqlari yumshoqqina ketadi-da. Xo'p dadajon. Dilshod aka, dadajon nimaga buncha haddan tashqari ekonomchilar? Ko'rmaysanmi, mashina olaman deb ekonom qilganlari qilgan. O'sha kuni uyga kelgan mehmonlarga tarvuzda po'choq bilan beryaptilar. Voy, shuncha ekonom qilish shartmi? Mana tog'amga aytaman, avtomilliondan boshlang'ich 10% to'lovi bilan kreditga mashina qilib beradilar. Yetmaganiga eski mashinani berib, yangisiga almashtirsangiz ham bo'ladi. Ha, aytgancha bonusiga 40 litr benzin ham solib beradilar. Yo'q, Kelin. Ha dadajon, Xo'p dadajon. Ovqatga go'shtni to'rbicha qilib emas, yappaloq qilib kesing. Haymi? Ekonom bo'ladi-da. Ha, aytgancha keyin. Kecha sizlar o'shin qildinglar. ha, qilib. Ha, bugun ovqat yemasanglar ham bo'ladi. Oyijoningiz bilan menga yarasha ovqat qiling, yetadi. Jonim. Tez uyga kirganda kiyimlarni almashtirib chiq. Avtomillionga borib mosh olib kelmasak, bu turishga qirilib bo'lamiz.